Orzular kechikishi amalga oshmaydi degani emas ekan. Sen istagan vaqtda xayr bo'lmasligi mumkin, shuning uchun sen istagan vaqtda kelmaydi. Alloh istagan vaqtda xayr borki, Alloh istagan vaqtda keladi. Shuning uchun ham ba'zilar duo qilganda hoziroq deydi-da, yo'q, shoshma. Bilmaysan, hoziroq bo'lsa u yo yomonlik bo'lishi mumkin, yoki yaxshirog'ini o'rniga bundayrog'i kelib qolishi mumkin. Bola tug'ilishini qarang mana. Bir inson hoziroq menga farzand ber desa, hoziroq farzand bo'lmaydi. Farzand tug'ilishi uchun 9 oy onaning qornida yurish kerak u. 7 oy bo'lgandan keyin bo'ldi, men chidamay ketdim, menga farzand kerak, hozir shuni kesib olaylik desa. Ha, kesib olarsan, bir umr mayib bola bo'ladi, keyin nogiron bola, nimjon bola. 2 oy sabr qil, 9 oydan keyin o'zi tug'ilsin, o'sha yaxshiroq bo'ladi. Mevani daraxtda g'ura holatida och qolib ketdim, uzaylik deursa bir odam. Xo'p, och qolib ketding, uzsak yeysan, lekin bir pas sabr qilgan, undan shirinni yeysan. Ovqatni yarim soat qozonda olovda turgandan bo'ldi, pishdi, suzaylik deursa, yana yarim soat tursin, yaxshi hil-hil bo'lib pishgan holda yeysan. Bu qonun, ilohiy bir qonun tabiatdagi. Hamma narsa vaqt soatida kelsa shirin bo'ladi. Ajran g'ayri ajil deysan, hoziroq ber, keyinga qoldirmay, pishmagan narsani nima qilasan keyin?